Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar, texnologiyaga qiziquvchilar, yangi ixtirolarni yaqindan kuzatuvchilar. Mana alhamdulillah Texnofest loyihasi va asosiy jamoasi yangi bir loyihani jonlantirishdi. Butun Qirg'iziston bo'ylab bo'lib o'tadigan 21-iqlim festivaliga inshaalloh tayyor. Olimjon aka, Marsel va Ertabildi ukalarimiz Xudo xolasa tayyorladi. Azizlar, vaqtimiz rostdan juda ham qisqa. Bishkekka qarab yo'l olyapti. Inshaalloh men o'ylaymanki, har bir ota-ona ko'rar, har bir bola ko'rar, o'zini qalbidagi, ichidagi bir ixtirochi yoki bo'lmasam qobiliyatini ochiqlashlik uchun harakat qilayotganlar bor. Bular uchun yengil bir nima deb qo'yadi? Bir motivatsiya bo'lar Xudo xolasa. Shuning uchun bizga bir yengil tushuntirib bersangiz, qanday loyiha, qanday olib boriladi, qanday harakatlar bo'ldi? Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib turuvchi mehribon qadrdonlarimiz. Haqiqatdan mana Nuriddinjon aytgandek, biz mana 3-aprel kuni O'sh oblastida respublikaga yo'llanma oldik. Shuni oqibatida bizga yangi motivatsiya bo'lib, biz boshqa model bilan ishlashni boshladik. O'zi o'sha asli eski modelimizga olib borsak bo'lardi, lekin u modelimiz pol avtomat edi. Endi biz polni avtomat, ya'ni intellektual holatda ishlovchi, sun'iy intellekt deb qo'yadi. Shu bilan ishlovchi sistemani barpo qildik. Endi biz o'quvchilarimizga motivatsiyani berdik. Bular o'z qo'llari bilan, o'zlarining ideyalari bilan mana shu maketlarni qildi. Aboylar, uyni qurilishlari santimetr, millimetrgacha hisob-kitob qilishdi. Endi asosan bu uy har bir insonning o'zini orzusidagi uy. Ya'ni har bir uyda erkak kishi bo'ladi, ayol kishi bo'ladi, bolalar bo'ladi. Bular uchun kerakli narsalar qo'yilgan bu yerda. Ikkita spalni bo'ladi, o'g'il bolalar uchun, qizlar uchun. Bu yerda ish kabinet bo'ladi, mehmonlarni kutib oluvchi gostinniy bo'ladi. Mana prixojisi o'ta katta va sanuzellar, shunga o'xshagan yoz paytida dam olish uchun teraskalar, hammasi e'tiborga olingan. Olindiki, shu har bir millimetrgacha biz ixchamroq qilib ishlashga harakat qildik, chunki bu model. Endi buni boshqarib beruvchi instrumentlar hammasi o'sha umniy domga qo'yilayotgan sun'iy intellektda ishlovchi, ya'ni Wi-Fi orqali, Bluetooth orqali ishlovchi moslamalardan foydalandik. Bir buyruq bilan ishlaydigan hammasi? Hammasi mana bizda mana yerda mini nimamiz bor, modemimiz bor. Ya'ni bu ovozimizga nastroyka qilingan. Biz bunga pozivno berganmiz, Alisa deb. Endi hamma yerda shunaqa model bo'lib qolgan. Alisa deb turib ruscha komanda bersak, hamma yo'da bizga ta'minlab, ishlatib, o'chirib, yoqib beradi. Bundan tashqari biz safarlarga ketishimiz mumkin, oilaviy. O'shanda ham bu Alisa shu uyni qorovullashini-yu, tozaligi hamma yo'ga javob beradi. Chunki bu Alisa orqali programmalashtirib qo'ysangiz, ertamandan kechgacha uyda hech kim bo'lmagan paytidagi ishlarni 11da uborka, 2da osmotr deb turib aytsangiz, hamma yo'da o'zicha hisoblab, ko'rsatib, Havoni tozalaydi. Havoni tozalaydi, konditsionerlarni ishlatishga, temperaturaga javob beradi, uyda atrofidagi bo'layotgan jarayonga javob beradi. Bunda javob berishdan ham tashqari, bu yana sizni qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar sizni telefoningizga informatsiya tashlab turadi. Xohlasangiz video holatida, xohlasangiz audio holatida, xohlasangiz rasm holatida. Juda ham ajoyib, mashalloh. Shunaqangi intellekt bo'yicha bolalarimiz mana ishladi. Alhamdulillah, hozir Bishkekka yo'l olyapmiz. Omad tilaylar, duo qilinglar, meni bolalarim ijobiy o'rinlarda olib kelishadi. Men o'zim rostdan hayajonlanyapman. Haqiqatan mana shu uyda men yashagim keldi hozir. Bitta katta bir oila yashasa bo'lar ekan. Albatta yashasa bo'lar ekan. Va hali ko'p ham qo'l harakati yoki bo'lmasam ish harakatini shug'ullanmagan holatda. Ayniqsa yo'q, faqat ovoz bilan boshlaysiz. O'qiyman deyotgan yoki bo'lmasam ishi juda ham keng bo'lgan insonlar mana shu uyda yashab ishini ham qilsa bo'lar ekan, o'qisa ham bo'lar ekan va hamma narsasi bor. Yana shunday bir narsalarni biz programmaga joylashtirganmiz. Hozir biz shoshilayotganimiz uchun qo'yib berishni ilojisi yo'q. Hattoki sizga uyda temperaturasi necha bo'lishiga to'g'ri so'raydi. Siz aytasiz, spalni 18 gradus, zal 19 gradus yoki bo'lmasa klimat kontrolda hammasini bir xil aytib qo'ysangiz, shu kontrol bo'yicha ushlab turadi avtomatik ravishda. Mashalloh, mashalloh. Juda ham Svetlarni
xohlang yuqori yorug'likda, xohlang yarim yorug'likda, xohlang past yorug'likda so'rasangiz aytib beradi. Televizor kanallarini ulab beradi, televizorlari bor. Xohlagan kanalingizga aytib beradi. Yashab bersak bo'ldi ekanda. Shu uyga kirib yashab bersangiz bo'ldi. Mashalloh. Alloh muvaffaq qilsin. Rahmat katta. Aytganingiz kelsin. Haqiqatdan Marsel va Ertabildini tabriklaymiz. Juda ham mayda ish. Men o'zim ham kuzatib Nihoyatda. turdim. Juda ham mayda ish. Qilish rostdan qiyin ekan. Necha kun bo'ldi? Necha kundan beri harakat qilishyapti? Endi xullas biz 3-aprelda O'sh oblasida ko'rikdan o'tib birinchilikda olib respublikaga olgan bo'lsak, bir kun o'rtada dam oldik, lekin o'shanda ham video obzor bilan nimalar to'g'risida ishlaymiz, qaysi rejani boshqaramiz deganimizda bolalar aytdiki, bir yo'li shuni polniy sun'iy intellektni qilaylik deb menga maslahat solishdi va biz mana shu mutasaddi o'zimizni biz el uchun ukalarimiz yordam berishyapti, qayerlardan nima bo'lsa topishib berdi. Alhamdulillah mana biz yaratdik shu narsani. Mashalloh. Detallar topilish qiyin bo'lmadi inshaalloh. Detallar qiyin bo'ldi, lekin biz el uchun hech narsa emas ekan, topishib berdi. Rahmat katta, Alloh rozi bo'lsin. Azizlar, omad tilaymiz. Qirg'iziston bo'ylab Xudo xolasa yana ilk o'rinlarda olib kelasizlar degan umiddamiz. Men qoyil qoldim. Ukalarimizning mehnatiga ham, domla sizni ham mehnatingizga qoyil qoldim va Alloh taolo muvaffaq qilsin. Inshaalloh yaxshi o'rinlarda olib kelasizlar degan umiddamiz. Azizlar, biz bilan birga bo'ling, barobar bo'ling. Biz buni qaysi jarayonda ketayotganligi, festival qanday holatda o'tayotganligini inshaalloh Albatta informatsiya berib turamiz. Yaqindan informatsiya berib turamiz inshaalloh.